Assalomu alaykum azizlar. Bugun shou biznes atrofida juda tez tarqalayotgan, ko'p odamni qiziqtirayotgan, lekin juda ham nozik bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Internetda tez-tez uchraydigan falonchi jinsini o'zgartiribdi degan gaplar haqiqatmi yoki mish-mish? Avvalo bilishimiz kerakki, shou biznes e'tibor maydoni. Bu yerda har bir surat, har bir video, har bir intervyu odamlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Ko'pincha mish-mish 3 ta sababga borib taqaladi. Birinchi sabab imij o'zgartirish. Mashhurlar imij bilan ishlaydi. Soch turmagi, grim, kiyim uslubi, vazn uslubi bular o'zgartirishi bilan odamlar darrov xulosa chiqarib yuboradi. Ikkinchi uslub filtr va montaj. Hozir telefonning o'zida ham yuzini o'zgartirib yuboradigan effektlar bor. Bir kadrni kesib olib, kerakli joyga zoom qilib, mana isbot deyish juda oson. Uchinchisi clickbait, ya'ni ko'rish yig'ish uchun shok, fosh bo'ldi, sir ochildi degan sarlavhalar. Afsuski bunday sarlavhalar ko'p hollarda fakt emas, shov-shuvga ishlaydi. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Bunday gaplar chiqsa biz qanday tekshiramiz? Men sizga 3 ta oddiy qoida aytaman. Birinchi qoida: manbani tekshiring. Bu gapni kim aytdi? O'zini rasmiy intervyusida aytdimi yoki ishonchli OAV yozganmi? Yoki noma'lum kanal eshitdim deyaptimi? Ikkinchi qoida: dalil talab qiling. Tanishim aytdi, gap yuborildi, ko'rdim shekilli. Bular dalil emas. Dalil bo'lmasa, bu shunchaki taxmin. Uchinchi qoida: kontekstga qarang. Bitta foto yoki bitta videodan xulosa chiqarish noto'g'ri. Qachon olingan, qayerda olingan, filtr bormi, montaj bormi, hammasi muhim. Eng muhimi, bu mavzuga odamning shaxsiy hayoti bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Odamga yorliq yopishtirish, uni masxara qilish, kamsitish bu nafaqat noto'g'ri, balki zararli ham. Shuning uchun kontent qilayotgan bo'lsak ham, tomoshabin bo'lsa ham bitta tomonlama unutmang. Fakt bo'lmasa tarqatmang. Xulosa qilishimiz kerakki, shou biznesda bunday gaplar tez tarqalgan, lekin hammasi ham haqiqat bo'lavermaydi. Eng noto'g'ri yo'l tekshirish, xolis bo'lish va hurmat. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha